Minecraft. Bugungi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Sizlar bilan bugun biz Minecraft o'ynaymiz do'stlar. YouTubega anchadan bir video qo'ymayotgan, lekin bugun video chiqadi. Xo'sh. Do'stlar, bugun videoda biz oddiy vyjivaniya qilamiz. Lekin oddiy vyjivaniya degan unchalik oddiy emas, chunki bu videoda biz modlar qo'shganmiz. Adashmasam 4 ta mod bor. Va bizga ham o'yinda o'ynashimizni osonlashtiradi, bir tomondan qiziqarli va bir tomondan esa qiyinroq qiladi. Qani bo'lmasam go. Birinchi o'rinda kuchaymiz, ya'ni daraxt chopamiz. Hozir do'stlar, sizga ham bo'lsalar, daraxtlar ham o'zgargan, tuzilishi, kelib chiqishi xuddi standart Minecraftniki emas. Ajoyib. Berishda kesamiz, qo'yamiz, temir ketkazamiz. Birinchi tosh kirkamiz, temir deyman. Tosh kirkamiz. Xo'sh. Yo'q, qishloq. Qishloqning oldida uy. Yo'q do'stlar. Qanaqa? What the fuck? Tegirmon? Yo'q. Tegirmon topdi qanaqa? Qishloqning yonginasida do'stlar. Xo'sh, bu yer qanaqa joy endi? Xo'sh, do'stlar. Ya, mana do'stlar, mana shu kerak edi do'stlar. Bu modning narsasi bo'lsa kerak. Xo'sh, bu bizga topshiriqlar beradi. Qanday kiradi buning ichiga? Buni olamizmi? Cannot fulfill bounty you don't have everything needed. Senda endi ichiga sabini nima qilamiz endi do'stlar? Bizga vaqt berdi. Yosh do'stlar, 4 ta gold, 2 ta dispenser. Do'stlar, bu topshiriq 19 ta temir va 41 ta oltin. Do'stlar, bu vopish do'stlar qiyin-ku. Qanday topaman? Hozir buni ko'raylik. Bu yerni qo'ying fakir. Yo'q, sandiqlar. Aynan kerak bo'ladi. Ko'p oziq-ovqat kerak bo'ladi. Minecraft senga rahmat, ya'ni modga. Bu moddan paydo bo'lgan uy, chunki standart Minecraft kitaversak, standart Minecraft bunaqa struktura va unaqa hashamatli uylar chiqmaydi do'stlar. Kitoblarni bu yoqda yo'q. Men bitta o'g'lim do'stlar kerak bo'ladi. Aholi temirdan. Bu yoqda ham nimalar bormi? Sanduq. Bu yoqda ham. Bu kerak kamerasi chatamiz. Yo'q do'stlar. Bu juda ajoyib. Ko'p endi. Buni o'tiradigan joy. Ferma. Bu yoqda temimiz juda ajoyib turibdi. Qishloq ko'rinadi. Pastga tushamiz. Yo'q, balkon. Lekin juda chiroyli qilib ishlangan modlar. Bu yerda hech nima yo'q. Keyingi videoga kirib ko'ramiz, lekin mana unga ham gap yo'q. Bizga topshiriq berdi. Bu topshiriqlarni hozir ozgina
kuchayib 6 minut qoldi. 6 minutdan keyin qilmasa nima bo'ladi, shuni ham ko'ramiz sizlar. Bittasiga 6 minut, bittasiga 88 minut. Bu yillarga qarab kerak bo'lsa. Tepada nima bor tepada? Tepada ham hech nima yo'q. Tepasiga chiqamiz. Yo'q, ikkita bittasini olamiz, o'zi kerak bo'ladi. Eng tepasida. Oh my god. Bu kerak bo'ladi. Do'stlar, kiyimlarimiz bor, kamonimiz ham bor. Oziq-ovqat bor. Ketmonlarimizgacha bor do'stlar. Diqqat ham olaylik. Kamon ham bor do'stlar. Bu modning video yoqqa boshlayapti lekin. Aytgancha do'stlar, bu versiya do'stlar, Pro2 versiya. Chunki qolgan versiyalarda bu mod uncha yaxshi ishlamaydi. Mana bunaqa bu mod ham qolgan versiyalarda uncha yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun mana shuni do'stlar, hozir yonayotgan ko'p boramiz. Undan oldin bu yerga boraylik. Yo'q, temir asaqa. No kerak do'stlar bizga. Deverstak ham kerak. Chunki hozir bu yerga qurolsiz bo'lmaydi. Yaxshiroq qurolsiz, chunki bu yerda yaxshi odamlar bo'lmasa minus bo'lib ketishimiz mumkin. Bosh kiymasangiz bitta. Keyin bitta temir kirka. Temir kirkan emasdan yestak shu yerda turibmiz. Ko'p bo'lamiz. Qanaqadir yo'moy ferma. Umur nima bu do'stlar? Nima bu? Do'stlar, bu yer ferma joy qurilgan. Uy quramiz do'stlar. Metr. Ajoyib bo'lgan. Mana shu bloklardan uy quramiz. Kichkina samolyotdan. Bu yerda ham bor do'stlar. Это просто вау. Просто вау, нотка. Закапываешь. Просто vau do'stlar. Bu yerda chiqish joyi bor. Ne jannatdan chiqib bu yerni qo'llatib tushib ketiladi. Hamma nima. Lekin do'stlar, juda ajoyib mod. Xo'sh, video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna, videoga like. Keyingi video 20 ta likedan keyin chiqadi. Xayr, omon bo'ling, sog' bo'ling.